Men krossovkaning jinnisiman, rostdan ham. Har doim chetga chiqqanimda kamida 3-4 ta krossovka olaman, lekin o'zimiz Toshkentda qaranglar, qanaqa krossovka oldim. BTS pochtadan yetib keldi hozir. Doston akaga bermoqchiman akalar. Qimmat emas chunki 350 ming so'mga oldim. Original. Aka sizga bu. Rahmat akajon. To'g'ri kelarmikan o'zida kiyib ko'ring-chi. Bunga katta menimcha. Bitta kiying aka. Qanaqa bitta yuring-chi. Nima deysiz? Krossovka haqida bitta. Aka bu? Ashigina yozga. Aka bu yozlik sezonda yengilgina issiqda maza qilib yuradi. Tapishgan kiyish shart emas-da o'zi. Tushunyapsizmi? Xullas, agar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, Instagram'i va telefon raqamlarini qoldiraman. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor. Hozir ayniqsa skidkada narxlari ham juda ham arzon. Skidka ham shart emas, chunki arzon va sifatli krossovkalar bor. Bitta ko'rsating, qarang buni.